Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum avtosayr obunachilari. Andijon boshqa bozoriga chiqib qo'yganmiz. To'qsinga arzon mats olishda davom etamiz akalarim. Pul yengillardan topib qo'yganmiz 3 ta akamdan bo'ladi. Akam taniydiganlar bor. Bittadan like bosib, kommentga o'z fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Jinsiy rangda mats binaman degan akalarimizga. Yili nechi buni? 2014-yil. Kraskasi? Kraskasi 15% bor. 15% kraskalari bor. Motor, ходовой коробка ishi yo'qmi? Uni konditsioner ishlayaptimi? Yo'q bor ekan bir bola. Priyom deydi ekan. Priyomini qo'ysa ishlayveradi. Qo'yib qo'ysa, keyin ana mana katalizlar tizili yangi motordan, Euro motor. Ko'rsanglar bo'laveradi. Temir gaz baloni bor. Yumshoq balonlari bor. Kelib qolibdi ham. Yoshligida archa bo'lgan bu balon. Ha, yoshligida archa balon bo'lgan ekan bu balon. Hozir oddiy balondan olib kerak bo'lib qolgan ekan. Ko'rsanglar bo'laveradi. 5 diskalar qo'yib qo'yibsiz. Chexol poligi bor. Prostoy salon, rol qo'yilgan. 420 ming yurgan Matiz akalarim. Laklar esdan chiqmasin. Laklar gumbillatib bosib. Orqalarida ham chexol polilari bor. Gaz baloni. Ikkita kolonkasi bor. Gaz balon bor. Original faralarda. Buni narxini necha pulga beramiz o'zi? Bo'ladigan qilib qo'yaylik. Necha pulga qo'yamiz? Buni 3200 ham dedim, 3.5 ming ham dedim. U gaplar qolmadi endi. Ha. $2800 bo'lsa beraman. Oxirgi narxi 2800, 1 so'm kam yo'q, berib yuboramiz. Generalni chiqadi-ya? 2850 ham bermasin. 2850 ham bermas. 2800 ga berib yuborsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli vatandoshlar va qadrli dindoshlar, inshaalloh Alloh izni bilan mana umra ziyoratiga qabullarimiz boshlandi. Kimda kim ota-onasini jo'natmoqchi bo'lsa yoki o'zi umra ziyoratiga bormoqchi bo'lsa, pastda nomerlarni yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqsanglar, to'liq va batafsil ma'lumotlarni operatorlarimizdan olishingiz mumkin. 14 kunlik umra ziyorati, 10 kun Makka mukarramada, 3 kun Madina munavvarada ziyorat sizlarni kutmoqda. Malakali 50 boshlar aeroportdan olib ketadi, yana olib kelib qo'yadi. Ovqati, gastitsasi, ziyoratlari, qizil dengizlari hammasi pul ichida bo'ladi. Narxlar o'zgarib turgani uchun aytmaymiz. Operatorga telefon qilinglar, to'liq ma'lumotni olsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Generalni beraman. Generalni beriladi. 3 yilga. 3 yilga beriladi. Yana qaysi biri? Mononisi bor. Nomeringizni bitta aytib qo'ysiz. 94lik 592 0050. Raqamlarga murojaat qilaversizlar. Bunaqa neobычный rangni minib yuraman deysizlar. Yili nechi buni? Bu 2009-yilda ishlab 2009-yil. Kraskalari? Kraskalari bor endi. 20-30% kraska 20-30% kraskalari bor. Tanlaning-da mashina. Suvalari butunmi? O'ta butun. Motor, ходовой коробка ishi yo'qmi? Mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Yumshoq baloni bor. 5 diskalar zavodskoy. Mashinaning o'zi ham 5. Konditsionerligi hammi bu? Ha, konditsioner ayni dosta bo'ladi. Chexol poligi bor. Konditsioneri aynan. Aynan. 544 ming yurgan. Bor. Gaz balonlarni ko'ring. Mana. O'zingiz ko'rsatib qo'ysangiz, temir gaz baloni bor. Shabbob, yangi balon. Kolonka, magnitofon har yo'g'i bor. Ishlayapti. Akam buni narxini necha pul beramiz? Buni bo'ladigan qilib qo'yamiz. Bo'ladigani qancha? $2400. $2400ga matchimizda minib ketadi. Lekin men aytib qo'yapman, $2400 ga beramiz. Xalq uchun beramiz. Xalq uchun maza qilsin. Xalq maza qilsin, like'larni bossin. Buni $2400 ga beramiz. Generalni chiqadi. Yana qaysi bir? Farg'ona nomer maza qiladi, farg'onaliklar olsa. Farg'onaliklar olsa maza qiladi. Yana qaysi bir? 2010-yil. 2010-yil. Xilma-xilidan yig'ib qo'yishsiz-a? Qora ham bor. Oqidan desanglar, oqidan. 2010-yil. Kraskasi 20% ga javobga chiqarsin. 20% ga chiqarsin. Motor, ходовой коробка. Yaxshi hamma yo'g'i. Hamma yo'qlari yaxshi. Yumshoq baloni bor. 2600 ham demayman. Aytinglar. 2,5 bo'lishi. Bo'lishi 2,5. Chexol poligi bor. Yurgani qancha? Yurgani 170, 197 ming yurgan. 197 ming yurgan gaz baloni bor. 4 ta balon yangi. 4 ta balon yangi, gaz baloni bor. Yurishini ko'ring mashinani. $2500. $500. 2,5 ming narsalar mashinamizni olib ketinglar. Bu ham generalni chiqadi. 2 yildan oshiq o'zimda genim bor. Qayta vakolat bera olaman. Qayta vakolat berilaveradi. Nomeringizni aytib, Nomerlarimiz yozing uka. nomeringizni aytib qo'ysiz. 94lik 592 00 50 Mana 5 ga. 5 ga aytib qo'ysiz. Ashu 94lik 592 0050. Raqamlarga murojaat qilsa, like'lar bossinglar deb qo'yingiz ham. Banglatinglar ekanlar, like'larga. Like'larni bosib banglatinglar. 6 ta like bosdim desa tushib beraman $50. 6 ta 7 ta videosiga like bosdim deganlarga narxdan ham tushib berar ekan. Kelishaman, tushaman. Davom ettiraveramiz. Yana qaysi biri?
Siz ham narxlar sindirasizmi akam bugun? Juma kuni sindirdingiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, tuzimisiz? Narxlar sinadimi bugun ham? Gansi, Stano ekan, Stano suvetidan Matinaman degan akalarimizga. Yili nechi buni? 2009 yil. Kraskasi? 16 bilan. Ha? 16. Qolgan joy toza. Kapot. Kapot deyilyapti. Motor, ходовой коробка ishi yo'qmi? Varshim zo'r. Ko'rsanglar bo'laveradi. Mashinamizda yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Turosi ham yangimi? Yangi. Turosi ham yangi. Mashinamiz saloniga kirsanglar akalarim, polilari bor, yurgani ham 146 ming bo'libdi, yurganiga to'xtab qo'yganmi yo'q? Ishlaydi, 146 ming yurgan. Onasi uyda o'rgan shekilli. Ha, bo'ldi. Ishxonasi video bo'lgan shekilli deyapti. Temir gaz baloni bor, benzin ham yuradi. Mashina. Karti qilmaydi. Go'zal. Necha pul beramiz buni aka? Oshna sen bozorni tushunasan, bir yo'l-yo'rog'ini qilib berdi. Bu tartib boshlanadi. Necha pul beramiz ekan, bo'lishini aytaylik. 3 mingdan jicha tushib beradi. 3 mingdan jichot beramiz. Bitta old kapotida kraskasi bor. Nomer aytib qo'yasiz? 93lik. 93lik. 218 218 10 83 raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Ko'rsanglar bo'laveradi. Bitta kapota kraskasi bor. Shu modeliga 1200 gamini? Ha, narx oshdi. Jicha rasot qilingan. Sariq akalar, sariq mats olib akalarim, oqdan olib, sariq bo'yab yurmaysizlar. Olasizlar, kirani tindirmasdan qilaverasizlar. Yili nechi edi? 2004. Kraskalar bir qator bo'lgan. Motor, ходовой коробка ishi yo'q. Necha beramiz? 1,5 mingga beradi. Naqsanayman 1,5 mingga olib ketinglar. Foto bilan ona krilos kraska olgan ekan, olib qolgan yeri tozaga sepilgan ekan. Qolgan joylari toza sepilgan. Nomerlaringizni aytib qo'ysiz? 93lik 218 10 80 83 raqamlarga murojaat qilaverasizlar, layklarda bosaverasizlar. Bemalol mana 1,5 mingga beramiz, 3 mingdan tushib beramiz. Yana qaysi biri? Sizni podpischilaringizga sotdim Rossiyaga. Bo'ldi, Rossiyaga sotilibdi akalarim. Rossiyadan bitta akam olibdi. Telefon qilib. Kartamizga pul tashlab berdi. Ertaga dokumentini qilib oladi, xudo xolasa. Bo'ldi. Nomeringizni aytib qo'ysiz, nomerlarni, nomerlarni aytib o'tdi. Bemalol murojaat qilsanglar, batafsil ma'lumotni olsanglar bo'laveradi. Arzonroq beramiz, musofirda yurganlarga joyroq beramiz. Musofirdanman desanglar, narxlarni ham tushirib beradi akalarim. Layklarni bosaverasizlar, biz davom ettiramiz. 2010-yil Oppo 5 Max minaman degan akalarimizga bitta joyda petnosi bor, ko'rsanglar bo'laveradi. Layklarni bosib, esdan chiqmasin. Komment akalar. O'zlaringiz fikrlaringizni yozib ketinglar. Motor ходовой ishi yo'q. Motor yangi qilingan, konditsionerlargacha bor ekan, temir gaz baloni bor. Konditsioner ishlayaptimi? Priyomini qo'yish kerak. Ko'rsatib qo'yish kerak, konditsionerni ukam deyapti. Yumshoq balonlari bor, ko'rsanglar bo'laveradi. Mashinamizni saloniga kirsak, mana afshikalarni ko'ringlar. Chexol poligi bor. Yurgani 422 ming yurgan mashina akalarim. Ko'rib turibsizlar. Orqalarda ham chexol polilari bor. Orqalarda akalarim temir gaz baloni bor, kolonkalari bor. Zapaska balon yo'q ekan. Ko'rib turibsizlar o'zlaringiz. Benzinda ham yuryaptimi? Benzinda ham yuryapti. Benzinlargacha bor deyapti. O'nli bak benzin ekan. Bugun olib minib ketadigan ekan mashina. Narxi necha pul deyapsiz? 3600 tushib beradigan joylari bor. Generalni chiqadimi? Generalni chiqadi. Variant beryapsizmi aka? Variant faqat naqdga. Necha pul qildi bozor? Hali bozor hali normalis qilishgan yo'q. Nomeringizni aytib qo'ysiz? 90lik 937 31 raqamlarga murojaat qilaverasizlar, batafsil ma'lumotni olaverasizlar. Biz davom ettiramiz aka. Gabichniy rayonda Max minaman degan xaridorlarimizga 2007-yil 20% kraskalari bor. Mashinani ko'rsanglar bo'laveradi. Layklarni bosib akalarim, kommentga o'z fikrlaringizni yozib ketinglar. Kamyob rangidan minaman desanglar, minadigan joyi. Motor ходовой коробка ishi yo'qmi? Balon qo'ysa bo'ldi. Motor ходовой коробка ishi yo'q. Korobkada ishi bor. Balon qo'yish kerak deyapti. Ko'rsanglar bo'laveradi. Diskalari bor, yon tomon ko'rinishlari.
Maytlarga akalarim zashitni laklankalar yopishtirib qo'ygan, oq qog'oz. Shularni mana ko'rsanglar bo'laveradi. Prostoy salon, chexol polik bor, rol qo'yilgan, video registrator qo'yilgan, 622 ming yurgan, tomlarni ham ko'rsanglar bo'laveradi. Ko'ryapsizlar akalarim mashinaning holatlarini. Orqa stoplar qoraytirilgani. Temir gaz baloni bormi? Temir gaz baloni bor. Zapaskasi-chi? Bor. Zapaskalargacha bor. Benzin gaz yuraveradi. Benzin gaz yuraveradi. Narxini necha pul so'rayapsiz? 2,5 kami bor dedi. 2,5 ming oz-moz kami bor. Ozgina deyapti. Necha pul bozor qilishni necha pulga bermadingiz? 200 ham qilishdi. 2200 ga berilmabdi. 2200 ga qo'shgan olib ketadi. Nomeringiz 97lik 831 57 55 raqamlarga murojaat qilaverasizlar. 2,5 mingdan oz-moz tushib beraman deyapti. Bemalol kimga qiziqqan bo'lsa murojaat qilaverasizlar. 2010-yil Ganchveta Mati binaman degan xaridorlarimizga kapot radnoga almashgan karnezlarda kraskalari bor. Ko'ringlarchi akalarim, motor ходовой коробка ishi yo'qmi? Motor ходовой коробка ishi yo'q ukam deyapti. Temir gaz ballonlari bor. Ko'rsanglar bo'laveradi mashinani. Ana yon tomon ko'rinishlari. Karnezlarda kraskasi bor ekan. Navrotlar qilingan ekan, yumshoq ballonlari bor. Mashina salonini ko'rsatib qo'ysam, Afshvega mehr berilgan, ko'rsanglar bo'laveradi. Chexol disklari, polislarni bor. Yurgani 186 ming bo'libdi. Tomlari qoraytirilgan, ko'rsanglar bo'laveradi. Orqalarida ham mana chexol poligi bor. Stoplar jicha qoraytirilgan ekan, ko'rsanglar bo'laveradi. Temir gaz baloni bormi? Bor, 65 talik bor. 65 talik temir gaz baloni bor. Zapaska balonchi? Zapaska baloni yo'q. Zapaska baloni yo'q. Tomlarni ham ko'rsatib qo'ysam akalarim, tomlari ham qoraytirilgan. Narxi necha so'rayapsizlar? 3,5 ming kami bor. Generalni berasizlarmi? Generalni. Dokumentda behijolat. Dokumenti behijolat. Generalni beriladi demak. Variant beriladimi? Variant 1000 puli bo'lsa $1000 puli bor, telefon qilaverasizlar. Nomeringizni aytsangiz? 88 Avtosayr 88lik 008 008 0503 0503 raqamlarga murojaat qilaverasizlar, layklarni ham bosaverasizlar. Bozoringiz bersin.